Navbatdagi qismimizni ham boshlaymiz. Ya'ni ushbu qismda kasrlar ustida qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish misollarini ishlaymiz. Hozir amallab bajaring degan 61 dan 135-misolgacha, lekin biz 61 dan 95-misolgacha tushuntiramiz. Mana shu joyini diqqat bilan quloq solmasangiz, diqqat bilan qoidalarni mohiyatini tushunib yetmasangiz, albatta bu kasr degan narsaga tushunmay qolasiz. Ya'ni kasr bu son. Demak, bu o'sha sonlarda sizlarga bugun hisob-kitobini o'rgataman. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish. Diqqat bilan tushunib olsangiz, diqqat bilan fikringizni hammasini jamlang va bor fikringiz meni darsimda bo'lsin. Ya'ni hech qanaqangi ortiqcha harakat qilmang yoki ora-orada uzib boshqa ilovalarga kirib ketmang. Mana shu darsni qiling. Demak, ketdik, o'shandagina siz tushuna olasiz. Demak, ketdik. Kasrlar qo'shish. Kasrlar qo'shishda e'tibor qiling. Mana 61-misol. Mahraji bir xil bo'lsa qo'shiladi. Mana mahraji bir xil teng 5 ga 1 ni qo'shamiz 6 taqsim 12. Ya'ni mahraji bir xil bo'lsa o'sha mahrajdan bittasini yozib qo'yasiz. Tushundingizmi? Lekin hech qachon 12 ni qo'shib qo'ymang, u xato. Endi o'sha chiqqan javobingizni albatta qisqartirib qo'yishingiz shart. Kasrlar qisqartirish o'tganmiz. 6 ni 6 ga bo'lsak 1, 12 ni 6 ga bo'lsa 2. Demak, to'g'ri javob 61 ga 1 taqsim 2. Ko'rdingiz? Juda ham oson narsa. Mana 62. Mahraji bir xil. Mahrajni yozasiz. 4 ga 7 dan qo'ysak 13. Demak, 13 ni 13 ga bo'lsak 1 chiqadi javob. Ko'rdingiz? 63. Demak, aralash kasr hisoblanadi. Aralash kasr notor kasrga qo'shsak, notor kasr deyapman, oddiy kasrga. 1 ga mana bu yerda son yo'q bo'lsa, o'zi yoziladi 1 butun. Kasr qismiga kasr qism qo'shiladi. 45 taqsim 49 ga 4 taqsim 49 xuddi bunga o'xshab qo'shaveramiz. 49 yozamiz, 45 ga 4 qo'ysak 49. Teng. Mana shu joyda endi 49 ni 49 ga bo'lsa 1 chiqadi-ku mana bunga o'xshab. 1 chiqsa, bu 1 bo'lsa, o'sha 1 mana bu 1 ga qo'shiladi. Natijada javob 2 ga aylanib qoladi. Mana. Ko'rdingiz? Ketdik. 64. 64 ga ahamiyat qarating. Mana 2 ga 3 ni qo'shasiz, ya'ni butunga butun qo'shiladi. 2 ga 3 ni qo'shsak 5. 5 butun. Kasr chizig'i 24. 1 ga 7 ni qo'shamiz 8. Mana shu joyda endi qisqartirishimiz kerak. Ikkalasi ham 8 ga bo'linadi. 5 butun bu o'zgarmas holicha turaveradi. 8 8 ga bo'lsa 1, 24 8 ga bo'lsa 3. Javob 5 butun 1 taqsim 3. Ko'rdingizmi? Demak, ketdik. 65. Mana qiyin emas. 1 ga 3 ni qo'shamiz 4. 19 ga 7 ni qo'shamiz 26 taqsim 20. Qisqartiramiz. 4 butun 2 ga bo'lsa ikkalasini ham 13 taqsim 10. Lekin bunday qoldirishimiz xato. Nimaga? Chunki bu hozir notor kasr. Mana bu 13 taqsim 10. 13 taqsim 10 ni biz aralash kasrga aylantiramiz. Buni o'rgatganman albatta. 13 ni 10 ga bo'lasiz. 1/3 taqsim 10. Ya'ni 13 taqsim 10 degani 1/3 taqsim 10 ekan. Endi shuni yozib qo'yamizmi degan savol tug'iladi. Yo'q. Mana bu oldidagi butunga, mana oldidagi butunni qo'shamiz birinchi mana. Mana bu 4 ga mana 1 ni qo'shamiz 5 butun. Keyin mana kasrni yozib qo'yamiz 3 taqsim 10. Mana tayyor. Bu aylantirish edi. Ayirish ham xuddi shunaqa. Ya'ni mahraji bir xil. E'tibor qilsangiz, hammasini mahraji bir xil bo'lyapti. Har xillari keyin ko'rsataman. 12 dan 7 dan ayiramiz 5 taqsim 25. Ikkalasidan 5 ga qisqartiramiz 1 taqsim 5. Tushundingizmi? Qisqartiramiz degani suratda ham mahraji ham 5 ga bo'lamiz degan. Bunda ham 1 butun 33 dan 28 ayirsak 7 taqsim 75. Uzr, 7 deyapman, 5 taqsim 75. Albatta bu ham qisqaradi. 1 butun 1 taqsim 15 mana. 68. 10 dan 8 ayirsa 2 butun 6 taqsim 9. 6 taqsim 9 ikkalasi 3 ga bo'linsa 2 butun 2 taqsim 3 javob mana. Ko'rdingiz? Endi mana shu joyda savol tug'iladi. Ustoz, 13 dan 19 ni ayirib bo'lmaydi-ku. Endi nima qilamiz degan? Albatta biz bu iloji bor. Notor kasrga aylantiramiz. Notor kasrda esingizda bo'lsa, 2 ni 24 ga ko'paytirib suratni qo'shardik. Esingizga tushdimi? O'shanaqa tarzda. 24 kasr chizamiz. 24 2 ga ko'paytiraman 48. Mana 24 2 ga ko'paytiraman 48. 48 ga 13 ni qo'shaman 61. 61 taqsim 24. Ya'ni mana buni notor kasrga aylantirsam 61 taqsim 24 chiqar ekan. Ayrilgan. Demak 24 yozaman.
4ni 1 ga ko'paytirib 19 ga qo'shsak 43 teng. Ayiramiz. Kasr chizig'i. 61 dan 43 ni ayirsak 18 taqsim 24. Chiqqan javobingizni albatta qisqartirishingiz shart. Unda xato bo'ladi. Topgan javoblaringiz ikkalasini ham 6 ga bo'laman. 18 ni 6 ga bo'laman 3. 24 ni 6 ga bo'laman 4. Demak, to'g'ri javob 3 taqsim 4. Ko'rdingiz? 70-misol noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Buni ko'paytirib buni qo'shamiz. 9 kere 2 18 berildi. 108 109. 109 taqsim 9 ayrilgan. 9 kere 7 63. 63 ga 7 70 taqsim 9. Ayirasiz. 109 dan 70 ni ayirsak 39 taqsim 9. Endi buni qisqartiramiz 3 ga. 13 taqsim 3 bo'ladi. Buni aralash kasrga aylantiramiz. 4,3 dan 1. Ya'ni qisqartiramiz degani ikkalasini ham 3 ga bo'ldik degan. Tushundingizmi? 70-misolda. Xo'sh, endi mana tushunib oldingiz deb o'ylayman. Ya'ni qo'shish, ayirishda hali har xil maxrajlarni ko'rmadik-ki, bir xil maxrajlarni ko'rdik. Menimcha qo'shish, ayirish muammo emas siz uchun endi bu yog'iga. Ko'paytirish. Ko'paytirishda nima bilish kerak? Ko'paytirishda siz kasrlarni qisqartirishni bilsangiz bo'ldi. Tushundingizmi? Kasrlarni qisqartirishni bilsangiz bo'ldi. Ko'paytirish siz uchun muammo emas. Tushundingizmi? Qanday qilib? Diqqat bilan quloq soling. Demak, ko'paytirish ko'pchilik mana shu joyda chalkashmovchiliklarga duch keladi. Siz diqqat bilan quloq solsangiz, sizda chalkashmovchilik bo'lmaydi. Mana 71 ga qarang. Ko'paytirish bu qisqartirish. Mana 5 bilan 75 ikkalasi ham nechiga bo'linadi? 5 ga bo'linadi. 5 ni 5 ga bo'lsa 1, 75 ni 5 ga bo'lsa 15. 12 bilan 28 ikkalasi ham nechiga bo'linadi? 4 ga bo'linadi. 12 ni 4 ga bo'lsa 3, 28 ni 4 ga bo'lsak 7. Va o'sha qolgan javoblar ko'paytiriladi. Mana 1 kere 7 7, 3 kere 15 45. Javob 7 taqsim 45. Ko'rdingizmi? Oson. Oson. Faqat qisqartirish bilsangiz bo'ldi. Matematikada mana shu bekorga qisqartirish o'rgatganim yo'q-ku. Teng. Mana 72 ga qarang. Ikkalasi ham 35 ga bo'linadi. Kattaroq songa bo'lyapman. 35 ni 35 ga bo'lsam 1, 105 ni 35 ga bo'lsam 3. Ikkalasi ham 13 ga bo'linadi. 39 ni 13 ga bo'lsam 3, 52 ni 13 ga bo'lsam 4 va chiqqan javoblar ko'paytiriladi. Mana 1 kere 4 4, 3 kere 3 9. Ko'rdingizmi? Mana. Agar sizda mana shunday ko'rinishda, ya'ni aralash kasr ko'rinishda bo'lsa, birinchi uni noto'g'ri kasrga aylantirasiz. Noto'g'ri kasrga aylantirishni o'rgatganman. 17 dan 1 ga ko'paytirib 5 ni qo'shamiz. 23 22 bo'ladi. 22 taqsim 17 ko'paytirib 11 ni 3 ga ko'paytirib 1 qo'shamiz. 34 taqsim 11. Mana qarang. Mana shu joyda qisqartirish. Bu ikkalasi 17 ga bo'linadi. 17 17 ga bo'lsa 1, 34 17 ga bo'lsak 2. Endi bu ikkalasi 11 11 ga bo'lsa 1, 22 11 ga bo'lsa 2. 2 kere 2 4, 1 kere 1 1. 4 1 ga bo'lsa 4 mana. Ko'rdingizmi? Oson, oson. Faqat siz tushuning, qisqartirishni biling, bo'ldi. Ketdik. Keyingisi noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Noto'g'ri kasrga aylantirish ham qiyin emas. Tushundingiz? Noto'g'ri kasrga aylantirish qiyin emas. Buni bilasiz, chunki o'rgatganman. 19 ni 2 ga ko'paytirib, unga 5 ni qo'shamiz. 43. 43 taqsim 19 ko'paytirib, ko'rdingizmi? Keyingisi 57 taqsim 43. Mana. Mana bu ikkalasi bir xil bo'lsa shuni o'chirib tashlaysiz. Hech narsa yozmasangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana 43 edi. Xohlasangiz 1 yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. 1 1. 19 19 ga bo'linsa 1, 57 19 ga bo'linsa 3. Qisqartirayotganimda e'tibor qiling. Mana buni 19 ga bo'lsam, buni ham 19 ga bo'lyapman. Buni bitta songa, ikkalasi ham bir xil songa bo'linishi kerak, tushundingizmi? Ya'ni ikki xil songa bo'lib qo'ymang. Unda xato bo'ladi. Yetarli. Xo'sh, davom etamiz. Menimcha qiyin emas. Ishlasa bo'ladigan misollar. Hammasi, to'g'rimi? Yo qiyinmi?
Yaxshi. Oson. Iloji boricha oson tushuntirishga harakat qilyapman. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa, men har bir o'tgan mavzumni mukammal bilishingiz kerak. Ya'ni har bitta o'tganimni tushunib o'rgangan bo'lsangiz, hozirgi aytgan har bir gapimni bemalol tushuna olyapsiz. 75. Naturkasini aylantiraman. Ko'paytirib qo'shaman. 122 taqsim 11 ko'paytiruv 66 taqsim 61. E'tibor qiling, mana bu ikkalasi 11 ga bo'linadi. 11 dan 11 ga bo'lsa 1, 66 dan 11 ga bo'lsa 6. Bu ikkalasi 61 ga bo'linadi. 1, 2. Demak, 6 kere 2 12 taqsim 1, javob 12. Mana shu narsa kasrni ko'paytirish. O'zi bunday olib qarasa kasrni ko'paytirish deganda qisqartirish deb aytib qo'ysak ham bemalol yetadi. Ya'ni kasrlarni qisqartirish. Kasrlarni qisqartirish bu kasrni ko'paytirish. Bo'ldi. Unaqa qiyin narsa yo'q. Xo'p, 76 bo'lish. Endi bo'lish qanaqa? Siz kasrni ko'paytirishni bilsangiz, bo'lishni umuman qiynalmaysiz. Demak, qarang. Kasrlar bo'lish. Bo'lish degan teskarisiga ko'paytirish. Teskari nima degani desa, mana birinchisi o'zi turadi. Ko'paytirilgan 35 taqsim 12. Mana e'tibor qilsangiz, mana bu o'zi turadi. Nechi bo'lsa birinchisini ko'chirasiz. Ko'chirdim. Bo'lishni o'rniga ko'paytirish yozasiz, yozdim. Va bo'lishdan keyingi narsa 12 taqsim 35 ku. Buni 35 tepaga, 12 ni pastga tushirasiz. Shu teskari deyiladi. Mana. Va ko'paytirasiz. Ko'paytirganda endi o'zimiz qoida qisqartiramiz. Bu ikkalasi 5 ga bo'linadi. 5 tadan 35 5 ga bo'lsa 7. 6 ni 6 ga bo'lsa 1, 12 ni 6 ga bo'lsa 2. Endi ko'paytirib qo'yasiz. 1 kere 7 7, 5 kere 2 10. Javob 7 taqsim 10. Ko'rdingiz? Mana. Yana tushuntiraman. 77. Demak, birinchisi o'zi turadi. Ko'paytiruv teskarisiga aylantiramiz buni. 51 taqsim 48 mana. Teng. Endi ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytirishni albatta qisqartiramiz. Demak, ikkalasi 17 ga bo'linadi. 51 dan 17 ga bo'lsa 3, 85 dan 17 ga bo'lsa 5. Ikkalasi 24 ga bo'linadi. 48 ni 24 ga bo'lsak 2, 72 ni 24 ga bo'lsak 3. Endi chiqqan javoblar ko'paytiriladi mana. 3 kere 3 9 taqsim 5 kere 2 10. Mana. To'g'ri javob mana shu. Kasrlarni bo'lish degani bu teskarisiga ko'paytirish oddiy. Agar aralash kasr bersa 78 ga o'xshab, noto'g'ri kasrga aylantiramiz birinchi. 22 26 taqsim 11 bo'lingan 45 dan 52 teng. Mana qarang. 26 taqsim 11 birinchi so'z turadi. Ko'paytirishga aylantirib, buni teskarisiga aylantiraman. 45 taqsim 52. Demak, qisqaradiganlar qisqartiramiz. Mana ikkalasi 26 ga bo'linadi. Bittadan, ikkitadan. Ko'rdingiz? Boshqa qisqaradigan yo'q. O'shaning uchun ko'paytirib qo'yaman. Mana 1 edi. 1 ga 45 ni ko'paytirsam 45 taqsim 11 ga 2 ni ko'paytirsam 22. Mana to'g'ri javob 45 taqsim 22. Keyingisi 79. E'tibor qiling. Noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 17 dan 3 ga ko'paytirsak 51, 1 ni qo'ysa 50. 52 taqsim 17 bo'lingan 39 taqsim 34. Teng. Bo'lish degan teskarisiga ko'paytirish. 52 taqsim 17 ko'paytirilgan 34 taqsim 39. E'tibor qiling, bu ikkalasi 17 ga bo'linadi. Bittadan, ikkitadan. Bu ikkalasi 13 ga bo'linadi. 39 13 ga bo'lsa 3, 52 13 ga bo'lsa 4. Endi chiqqan javoblar ko'paytiriladi. Mana 4 kere 2 8, 1 kere 3 3. Javob tayyor. Ko'rdingizmi? Va bo'lishga doir oxirgi misol, demak, birinchi noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Birinchisi o'zi turadi 30 taqsim 31 bo'lingan 93 ni 1 ga ko'paytirib 7 ni qo'shsak 100 taqsim 93. Demak, bo'lish degani bizda kasrlarni teskarisiga ko'paytirish. Demak, qisqartiramiz. 93 ni 31 qisqartiramiz. Bittadan, 3 tadan. Bu ikkalasi 10 ga qisqarib ketadi mana. Demak, 3 qoldi. 3 kere 3 9, mahrajda esa 1 kere 10 10. Demak, javob tayyor. Ko'rdingizmi? Ishlasa bo'ladigan misol hammasi mana siz bilan oz muddatda qo'shish, ya'ni bir xil mahrajlar ko'rdik. Hozir bundan keyin har xil mahrajlar o'rgataman.
ko'paytirish, bo'lish. Mana, ko'rdingiz? Bu o'rgatgan narsalarim 5-6 sinfda o'tiladi. 5da, 6da, 2ta sinfda. Biz esa mana ko'rib turganingizdek, uzog'i 10-15 minutlik, 20 minutlik darsimizda to'liqligicha aytib berishga harakat qilyapman mohiyatini. Faqat uni o'zingiz hazm qila olsangiz, xudo xolasa natijaga erishasiz. Endi qo'shishni boshlaymiz. Ya'ni har xil mahrajli kasrlar qo'shish. Agar sizda umumiy mahrajga keltirishni tushunmagan bo'lsangiz, orqaroqqa qayting. Ya'ni umumiy mahrajga keltirishni tushunib oling. Undan keyin bunga o'tasiz. Bo'lmasa qiynalasiz hozir. Chunki men birdan aytib ketaman bu yog'iga, o'shaning uchun siz qiynalishingiz mumkin. 81. Kasrlarni qo'shishda e'tibor qiling, mahraji har xil. Mahraji har xil bo'lsa, bir xil qilishimiz kerak. Bunga 3 ko'paytiraman, bunga 2 ko'paytiraman. 3 kere 5 15, 3 kere 8 24. Qo'shuv. 2 kere 7 14 taqsim 2 kere 12 24. Mana. Bir xil bo'ldimi? Teng. Endi bir xil bo'lsa o'sha mahrajni yozib, suratlarga qo'shaman. 15 ga 14 ni qo'shaman, 29. Mana javob 29 taqsim 24. Lekin bunday qolish mumkin emas. Buni noto'g'ri kasrda aralash kasrga aylantirasiz. Buning uchun 29 24 ga bo'lasiz. 1/24 dan 5. Bunaqani ham o'rgatganman sizga. Mana. Xo'p, keyingi misol. 82 ayirish, umumiy mahraj beramiz. Bunga 40 ta, bunga 3 ta. 42 ga ko'paytirsak 80 taqsim 120 ayrilgan 63 taqsim 120. 80 dan 63 ta ayirsak 17 taqsim 120. Bo'ldi, shunday qoladi javob. Ko'rdingiz? Umumiy mahraj bunga 8 ta, bunga 5 ta. Kasrlarni qo'shish ayirishda umumiy mahraj berasiz har doim. Mana. Umumiy mahraj o'rgatganman. 32 dan 15 ta ayirsak 17 taqsim 40. Ko'rdingiz? Oson. Umumiy mahraj bunga 2 ta, bunga 7 ta. 8 taqsim 42 qo'shuv 35 taqsim 42. Qo'shamiz 43 taqsim 42. Demak, bu degani 1 taqsim 42. 85. Aralash kasrlar qo'shishda sizga maslahatim noto'g'ri kasrga aylantiravering. Qanday qilib? Yoki noto'g'ri kasrga aylantirmasdan mana bunda ishlasangiz ham bo'ladi. Qarang. 1 ga 3 ni qo'shasiz, 4 yozib qo'yasiz. Mana 4. Yoki bunda 1 qo'shuv 3, ya'ni butunga butun qo'shilyapti. Mana kasrga kasr qo'shilyapti. Mana. Butun qismiga butun qism. Mana e'tibor qiling. Kasr qismiga kasr qism. Mana. 1 ga 3 ni qo'shsak 4 qo'shuv. Bu ikkalasini umumiy mahraj beramiz. Bunga 4 ta, bunga 3 ta. 20 taqsim 48 qo'shuv 27 taqsim 48 teng. 4 qo'shuv, ikkalasini qo'shib olamiz. Mana ikkalasini 47 taqsim 48. Buni esa mana bunday birlashtirib yozib qo'ysangiz bo'ladi. 4 o'tan 47 taqsim 48. Bu faqat qo'shishda shunday birlashtirasiz. Ko'rdingizmi? Xo'p, 86. Ayirishda, ya'ni ikkinchi usul deganim boya noto'g'ri kasrga aylantiring. Tinchgina. Nima qilamiz? 8 ga 2 16, 16 ga 7 ni qo'shsak 23. 23 taqsim 8 ayrilgan 19 taqsim 12. Mana. Ko'rdingiz? Demak, umumiy mahraj beramiz. Bunga 3 tadan, bunga 2 tadan. 40. 3 ga ko'paytiryapmiz. Adashib ketdim. 3 da 23 ko'paysa 40 deb yormoqchi bo'libman. 69 taqsim 24 ayrilgan 38 taqsim 24. Demak, 69 dan 38 ayirsa 31 taqsim 24. Mana. Ko'rdingizmi? Oson. Xo'sh, keyingisi. Buni albatta aralash kasrga aylantirib qo'yamiz. Mana bu ko'rinishda. 31 ga 24 ga bo'lamiz. Demak, qo'shish, buni ham noto'g'ri kasrga aylantirsangiz bo'ladi. 16 3 ga ko'paytirib 5 ni qo'shasiz. 48, 48 ga 5, 53. 53 taqsim 16 qo'shilgan 48, 55. 55 taqsim 24. Umumiy mahraj berasiz. Bunga 3 tadan, bunga 2 tadan. Shunda 159 taqsim 48 qo'shilgan 110 taqsim 48. Qo'shamiz.
269 taqsim 48. Lekin shunday qolmasin maslahatim, buni aralash kasrga aylantiring. 269 ni 48 ga bo'lib, butun qismi oldiga, kasr qismini keyin yozib qo'yasiz. Men esa vaqt ketmasligi uchun yozmay qo'ya qoldim. Xo'p, 88 noto'g'ri kasrga aylantiring. Ko'paytirib qo'shasiz birinchi 91 taqsim 30 ayrilgan. Ko'paytirib qo'shsangiz 56 taqsim 45. Umumiy makhraj berasiz. Umumiy makhraj berish menimcha o'rgatganman. Bunga 3 ta, bunga 2 ta. 273 taqsim 90 ayrilgan 112 taqsim 90. Makhraj bir xil bo'lgandan keyin suratlar ayiramiz. 273 dan 112 ni. 1 6 1 161. Mana. Buni albatta aralash kasrga aylantirib qo'ying. Mana. Va 89. 89 da ham xuddi shunday ish qilamiz. Noto'g'ri kasrga aylantirib qo'shasiz. Menimcha endi qiyin bo'lmay qoldi. Nima dedingiz? Ya'ni noto'g'ri kasrga aylantirish 24 to'g'ri ko'paytirib 23 ni qo'shasiz. 119 taqsim 24 qo'shilgan. 16 ni 7 ga ko'paytirib 15 ni qo'shasiz. 127 taqsim 16. Umumiy makhraj berasiz. Bunga 2 ta, bunga 3 ta. Demak, 119 ni 2 ga ko'paytirsak 238 taqsim 48 qo'shilgan. 127 ni 3 ga ko'paytirsak 381 taqsim 48 mana. Umumiy makhraj berib oldik. Endi suratlarni qo'shib chiqamiz. 381 ga 238 ni qo'shamiz. 619. Demak, bu ikkalasini, ya'ni 619 taqsim 48 da aralash kasrga aylantirsak, bu noto'g'ri kasr. 12 butun 48 dan 43 bo'ladi mana. Ya'ni 619 ni 48 ga bo'ldim, 12 chiqdi, qoldi esa 43. Esingizga tushdi? Mana, e'tibor qiling, har bitta qismini men o'tganman mavzu sifatida mana. Mana bu joyda qarang. Umumiy makrajga berishda alohida bitta qism qilib o'tganmiz. Mana bu chiqqan javobni aralash kasrga aylantirishda alohida bitta qism qilib o'tganmiz. Mana bu aralash kasrda mana bunday noto'g'ri kasrga aylantirish uchun bitta qism qilib o'tganmiz. Ya'ni bitta dars tayyorlaganmiz-da. Mana nechta darsni birlashgan qarang. 1 mana 2 umumiy makhraj, 3 aralash kasrga aylantirish, 4 esa mana qo'shish, ya'ni kasrlar qo'shish. 4 ta dars qilib har bittasini elementarini o'tganmiz. Agar siz shunda ham tushunmayotgan bo'lsangiz, ya'ni qaysidir joyga tushunarsiz vaqtingiz ketayotgan bo'lsa, bilmadim. Menimcha siz videoni yoki matematikani boshidan yana bitta ko'rib chiqishingiz kerak. Mana. Bittada tushunmayapsizmi? Ikkinchi marta ko'ring. Ikkinchisida tushunmayapsiz, uchinchisida ko'ring. Tushunasiz. Savol bering o'zingizga o'zingiz. Bu qayerdan keldi? Keyin men videoda aytib ketayapman har bitta elementarni joylarini. Xo'p, keyingisi 90. Buni ham noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Buning uchun 8 6 ga ko'paytirib 3 ni qo'shamiz. 51 taqsim 8 ayrilgan. 4 ni 12 ga ko'paytirib 11 ni qo'shamiz. 59 taqsim 12. Albatta bu ayrilmaydi, chunki u makhraj berish kerak 3 tadan 2 tadan. Demak, 153 taqsim 24 ayrilgan. 118 taqsim 24. 153 dan 118 da ayirsak 35 taqsim 24. Buni aralash kasrga aylantirsak 1/24 dan 11. Mana. Ko'rdingizmi? Ishlaydigan, ya'ni oson misollar. 91. Bularda nima qilamiz degan savol tug'iladi. Esingizdan chiqmasin, butun sonni har doim makhrajida 1 bo'ladi. Butun sonni makhrajida 1 bor. Mana 2 emas, bu 2 taqsim 1 deb yozing. Ayrilgan 4 taqsim 7. Umumiy makhraj bunga 7 berasiz. Mana. 14 taqsim 7 ayrilgan 4 taqsim 7. Endi ayiramiz. 10 taqsim 7. Buni aralash kasrga aylantirsak 1/3 taqsim 7. Mana. Tushunmagan bo'lsangiz, buni makhrajda 1 bor, 4 taqsim 1 ayrilgan. Noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 13 taqsim 6. Umumiy makhraj beramiz. Bunda 6, bunda 1. Bunga 6 ko'paytirish kerak. 6 kar 4 24 taqsim 6 ayrilgan 13 taqsim 6. Makhraj bir xil bo'ldi. Endi suratda ayiramiz. 24 dan 13 ayirsak 11 taqsim 6.
Bu degani 1,5 taqsim 6. Ko'rdingiz? 93. Buni ham 8 degani 8 taqsim 1 ayrilgan 22 taqsim 5. U maxraj beramiz bunga 5 tadan. 40 taqsim 5 ayrilgan 22 taqsim 5 teng. Ayirsak 18 taqsim 5. Bu degani 3,3 taqsim 5. Mana aralash kasrga aylantirib qo'ya qoldik. 94. 7 butun, ya'ni 7 degan 7 taqsim 1 yozasiz ayrilgan. Naturgasiga aylantirsak 28 taqsim 11. Demak, bunga umumiy maxraj 11 beramiz. 77 dan 28 ni ayiramiz taqsim 11. Demak, 77 ga 28 ayirsak 49 taqsim 11. Buni aralash kasrga aylantiramiz. 4,11 dan 5. Va ushbu qismimizda yakuniy 95-misol. Demak, 12 taqsim 1 ayrilgan naturgasiga aylantiramiz. 17 dan 131. U maxraj beramiz. Bunga 17 tadan 17 ni 12 ga ko'paytirsak 204 ayrilgan 131 taqsim 17 teng. 204 dan 131 da ayirsak 73 taqsim 17. Ko'rdingizmi? Endi chiqqan javobni aralash kasrga aylantirishimiz kerak. Demak, 73 ni 17 ga bo'lsak 4,17 dan 5. Mana. Ko'rdingizmi? Demak, endi to'liqligicha aytsak bo'ladi. Ushbu qismda siz bilan kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lishda hamma sirlarini, hamma usullarini aytib o'tdim. Agar qaysidir qismiga tushunmay qolgan bo'lsangiz, maslahatim darsni qayta ko'ravering. Tushundingizmi? Har bitta darsni ko'rgan zahotingiz o'sha qoidalar, aytgan qoidalarimni bitta qoida daftarga yozing va mana shu IDC kitobda ham misollarni ishlab chiqing. Mana. Ko'rdingizmi? Sizlar bilan mana ko'rib turganingizdek, juda qiziq mavzulardan 4 tasini bitta qilib o'tib oldik. Kasrlarni qo'shish, kasrlarni ayirish, kasrlarni ko'paytirish, kasrlarni bo'lish. Hali bu kasrlarga doir yanada ko'proq misollar ishlaymiz. Ushbu qism shu joyda yakunlanadi.